Assalomu alaykum aziz ustozlar. Bugungi video qo'llanmamizda dars jadvalini kiritish haqida ma'lumotlar berib o'tmoqchiman. Bugungi video qo'llanmamiz ko'proq adminlarga tegishli bo'ladi. O'z profilimiz bilan saytga kirib olganimizdan so'ng dars jadvali ustiga bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda sinflar ketma-ketligini ko'rib turibsiz. Xohlagan kiritmoqchi bo'lgan, ya'ni dars jadvalini kiritmoqchi bo'lgan sinflardan birini tanlaymiz. Bu yerda yaratish tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek hech qanday ma'lumotlar hali yo'q, ya'ni sxemalar yaratilmagan. Yaratish uchun dars jadvalining yangi sxemasini ustiga bosamiz. Bu yerda dars jadvalimizni nomlashimiz kerak bo'ladi. Tagida misollar keltirib o'tilgan. Birinchi chorak uchun jadval yoki asosiy jadval deb belgilashimiz mumkin bo'ladi. Agarda shu fanlarimiz choraklar davomida o'zgarmaydigan bo'lsa, birinchi chorak uchun, ikkinchi chorak uchun, uchinchi chorak uchun, to'rtinchi chorak uchun deb qolishimiz mumkin. Agar o'zgarmaydigan bo'lsa, asosiy jadval deb belgilashimiz mumkin bo'ladi. Yaratish tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizning sxema hosil bo'ldi. Bu yerda hafta kunlari va dars soatlarimiz turibdi. Buning uchun dars fanni kirgizish uchun, misol dushanba 1-soat darsimizga yacheykani ustiga olib borsak, plus yashil rangda plus belgisi paydo bo'ladi. Shuni ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin fan tanlaymiz bu yerda. Kim ishtirok etishini ko'rsatib o'tamiz, ya'ni butun sinf uchun. Agar sinflar bo'linadigan bo'lsa, bu yerda guruhlarga yoki qizlar yoki bolalar guruhlariga bo'lingan bo'lishi mumkin. Tanlab olamiz. O'qituvchini biriktiramiz. Agarda shu sinf xonalarini biriktirish kerak bo'lsa, sinf xonalarini ham biriktirib olamiz, ya'ni kabinet sistemasi bo'ladigan bo'lsa agar. Bu yerda yaratish tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana adabiyot fanimiz hosil bo'ldi. Keyingi 2-soatga ham xuddi shu yo'l usul bilan kiritamiz. Bu yerda misol uchun algebra fani bo'lishi mumkin. O'qituvchini biriktirib olamiz, sinf xonasini biriktiramiz, yaratish tugmasini bosamiz. Endi agar guruhlarimiz bo'linadigan bo'lsa, misol uchun informatik fani bo'lsin. Informatik fani bu yerda birinchi guruh, o'qituvchini biriktiramiz, yaratish tugmasini bosamiz. Birinchi guruh uchun biz kiritib oldik. Ikkinchi guruhni ham qo'shishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun biz plus, ya'ni tepada yashil plus belgisi bor. Shunga bosib, informatika ikkinchi guruh tanlab olamiz. Bu yerda o'qituvchini biriktiramiz, yaratish tugmasini bossak, ya'ni 3-soatimizda ikkita guruh uchun alohida informatika fanining dars jadvalini kiritib oldik mana. Ko'rib turganingizdek. Shu yo'l bilan har bitta kun uchun, har bitta soat uchun kirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari yana bir qulaylik bor bu yerda, ya'ni nusxa olish yo'li ham bor. Buning uchun bu yerda yacheykalarni, barcha darslarni nusxasini olish knopkasiga bosishimiz kerak bo'ladi. Bosib olamiz. Bosganimizdan so'ng hafta kunlarini belgilab olamiz. Misol uchun payshanba kuni 2-soat bo'lishi mumkin yoki shanba kuni 3-soat bo'lishi mumkin. Belgilab olganimizdan so'ng nusxa olish tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda adabiyot fanimiz payshanba kuni 2-soat, shanba kuni 3-soatga hosil bo'ldi. Shu yo'l bilan qolgan fanlarni ham kirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Agarda biz fanni noto'g'ri kirgizib qo'ygan bo'lsangiz, bu yerda mana o'chirish funksiyamiz ham bor. Ya'ni qizil minus tugmasi bor. Shuni ustiga bosamiz. Bosganimizda shu dars bizda o'chib ketadi. Yoki agarda biz o'zgartirmoqchi bo'lsak, ustiga bosib ustiga bosganimizda bu yerda fanni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. O'zgartirib, saqlash tugmasini bossak, fanimiz o'zgaradi. Bu yerda o'qituvchini biriktirish ham esdan chiqmasligi kerak. Har bitta kun uchun belgilab olganimizdan so'ng, nashr etish tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi.
va bu yerga галочка qo'ysangiz, har bitta hafta uchun fanlarimiz qo'yilib chiqadi. Keyin qo'yilib bo'lgandan so'ng nashr etish tugmasini bossak, bu yerda mana darslarimizni nashr etib oldik. Ya'ni hafta kunlarimizda nima bu yerda hammasini yozganim yo'q. Sizlar hammasini yozishingizga to'g'ri keladi. Har bitta fanni men misol tariqasida ko'rsatib o'tyapman sizlarga. Endi nashr etganimizni tekshirishimiz uchun jurnal tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Masalan 7-A sinf ustiga bossak, mana ko'rib turganingizdek fanlarni biriktirib chiqqanmiz. Ya'ni shu hafta uchun shu fanlarimiz bor. Endi agarda misol fanlarimiz ya'ni 0.5 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 2 haftada bir marta bo'ladigan darslarimiz bo'lishi mumkin. U holatda biz misol uchun mana adabiyot fanimiz haftasiga informatik fanimiz deylik, informatik fanimiz haftasiga 2 haftada bir marta bo'ladigan bo'lsa, biz keyingi misol toq haftaligi informatik fanni qo'yib chiqsak, juft haftalarda informatikani o'chirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Yana bu yerda mana minus tugmasini bosib, darsni o'chirish tugmasini bosamiz. Har bitta hafta uchun shu tariqa davom ettirib ketishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni toq yoki juft haftalarga qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda yana biz tuzgan dars jadvalimizni yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Yuklash tugmasiga bosamiz yoki chop etish tugmasini, ya'ni printerda chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda tozalash funksiyasi ham bor. Ya'ni tozalash funksiyasini bosadigan bo'lsak, dars yozgan dars jadvalimiz o'chadi. Yaratgan sxemani hammasini o'chirib tashlamoqchi bo'lsak, bu yerda dars jadvalni yaratgan joyimizga kiramiz. Bu yerda mana o'chirish funksiyamiz ham bor. Ya'ni bu sxemani bosadigan bo'lsa o'chib ketadi. Bu yerda nusxa olish funksiyasi ham bor. Shuni olishimiz mumkin bo'ladi. Agarda shu yozganimiz, ya'ni sxemamiz joyida qolishi kerak bo'lib, bu yerda darslarni o'zini o'chirib tashlamoqchi bo'lsak, tozalash funksiyasini bosishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda darslarimiz umuman hammasi o'chib ketadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.